Bugun Qalampardagi hamma xodimlar soat 6 da ishdan chiqdi. Tasavvur qilasizmi? Soat 6 da ya. Bunaqasi faqat Ramazonda bo'lishi mumkin. Chunki bugun biz jamoa bilan iftor qildik. Avtobus chaqirmadik-da, to'rtta bo'lib taksiga chiqdik va o'zimizni doimiy pitakka Mahmud kebabga bordik. Bu restoranning atmosferasi ham, servisi ham, ovqatlari ham bizga juda ham yoqadi. Biz uchun alohida uzun joy qilinganda tezgina o'tirib, hammani kutib olib, og'zimizni ochib oldik. Endi hammani bir boshdan tanishtirsam, bu odam bizning rahbar Qamariddin Shayxov. Bu har oy boshida qidiradiganimiz buxgalter Umida opa. Xuddi shu buxgalterimizning shogirdlari Shoiraxon. Ishxonadagi eng muhim odamlardan biri marketing bo'limi boshlig'i Malikaxon va yuborgan do'gurimni qabul qilishdimikin deb doim ko'zini telefonda olmaydigan Mumtozaxon. Doim kastim-shimda yuradigan Alibey, bundan keyin ko'radiganingiz hammani boshi Qalamparda. Ishxonada bo'lmasa xabarlik chiqmasligini bilib vaqtida keladigan adminlarimiz Muhammad Ali va Abdurahmon. Qalamparda imloviy xatoligi ko'zingizga tushsa, shu qizdan bilasizlar. Tahrirchimiz Sadoqatoy. Kelganidan beri Telegramdan kimgadir foto отчет yuborayotgan 3-sahifa muxbiri Rayhon. Sportning tahlili muallifi Akmal. YouTube'dagi hamma obloshkalarni yasagan Umrzoq. Kechasi ham kunduzi ham ishlayveradigan Shehroz. Yosh va umidli muxbirimiz Muhammad. Hamma narsadan xabardor bo'lib, gap qo'shadigan operator Javohir. Sportdan boshqasini videoga olmasammikin deydigan operator Sardor. Faqat o'zini sevadigan operatorimiz Izzat. U bo'lmasa ko'p ishlab bitmaydigan Dildora. Qalampir Life yuritadigan Abdurahmon va hech kimga boshidan oxirigacha gap bermaydigan Xulkar Xon va men Feruza Najmiddinova. Qalampirdagi hamma bilan tanishtira olmadim, chunki kimdadir iftor bor, kimdir mazasi yo'q, shuning uchun kela olmaydiganlar ham juda ham ko'p bo'lib qoldi. Xullas bugun o'tirib maza qilib iftor qildik. Xo'sh, sizchi hamkasblaringiz bilan borib iftor qildingizmi yo'qmi? Buni albatta yozib keting.